Bir odam kechgacha uyda uxlab yotaversa, ish bo'lmayapti deb, shuni taqdirga to'ngashish mumkinmi desa, yo'q, mumkin emas. Borib o'zgartirishi mumkinmidi? Mumkin edi. U ayb o'zida, tanlov ixtiyori berilgan bu taqdirlarda. O'shaning uchun ishim bo'lmayapti deb taqdirga to'ngamaslik kerak, balki sababini qilib harakatini qilish kerak. Taqdirda ham o'sha taqdiri mubram deydi, keyin taqdir muallaq deydi. Mubram o'sha o'zgarmas taqdirlar. Masalan, mana qachon dunyoga kelishim, qachon vafot etishim, erkak jinsi bo'lib tug'ilishim, hammasi bu taqdirimda bitilgan. Bu o'zgarmaydi, o'zgarmas qonunlar bular. Lekin taqdiri o'sha muallaqlarda qanday bo'ladi? Masalan, uyingizdan tirikchilik uchun ko'chaga chiqishingiz kerak. Lekin uyingizda yotishingiz ham mumkinmi ertalab kechgacha? Agar o'zingiz xohlasangiz yotishingiz mumkin. Bu sizni ixtiyoringizga taalluqli bo'lgan taqdirlar mana shular. O'shaning uchun o'zgaradimi desa, o'zgaradi. Masalan, uyda yotsam ham rizq kelaveradi deb yotishlik bu to'g'ri emas. Chunki biz sabablar dunyosida hamma narsamiz sabablarga bog'langan. Sababini qilamiz, bu ham taqdirdan bo'ladi lekin.